Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Yana shov-shuv boshlanyapti shekilli. Men yo'lga chiqib ketishim kerak. Bugun operatsiyam bor. Qo'yib, mana yana efirga chiqyapman. Bugun ishlarim juda ham ko'p. Sabrina bugun uchib kelyapti, aeroportdan kuzatishdi. Я не понимаю, что творится. Какая-то что-то необычное вокруг ее творится. Боже мой. Боже desa bo'laveradi. Voy, Боже мой tворится. Maytda kekirtagini qirib chiqayotgan blondinka qiz. Во-первых, eshitib ol, потому что hozir istoriyani menga tashlab beryapti. Во-первых, bilet olib bergan kim farqi yo'q, kim olib bergan, ehson qilib olib bergan. Во-первых, shular uchib ketib davolansin deb. U farqi yo'q, Munisopa bilan Niholni men jo'natganman, men. Ehson pulini berish uchun jo'natganman. Ehson pulini berish uchun men jo'natganman. Ular kutmaganda senlar Mohina bilan tam operatorlarni baxtini show qilib tashlaymiz deb operatorlar chaqirib olasan deb hech kim kutmagandi u yerda. U yerda biz o'yladikki, Sabrina bo'ladi, Mohina bo'ladi, onasi bo'ladi deb o'ylagandik. Kelsa, talpa narod o'tiribdi. Nima qilish kerak? U qizni защищать qilish kerakmi? Advokati o'ziga napadeniya qilyapti, Sabrinani o'ziga. Men roziman deng, unaqa deng, men pretenziya ne имею deng, unaqa deng, bunaqa deng deb advokat o'rgatayotgani uchun Munisopani jahli chiqib ketib, nabarot u Sabrinani tarafini olib, Nihol bilan birga janjal qilishib gapirishdi. Боже мой, что творится? Kim sizlarga gap o'rgatyapti? Piarshitsa yonida yurganmi? Mana bugun yetib keladi, o'zim lichna ko'zma-ko'z, yuzma-yuz gaplashib olaman. Cho'za proyekt qilyapti u qiz orqasidan, tushunmayapman. Mehson puli kerakmidi? To'plab berdikmi? Bo'ldi, vasvasa jinniketli gaplarni yig'ishtirib qo'yib, operatsiyasini qilaylik. Birinchi o'rinda biz uchun sog'ligi-ku u qizda. Nima ming'ir-ming'ir qilasizlar chiqib olib? Men nima uchun buni olib chiqdim? Shu qizga pul to'plansin, shu qiz davolansin, shu qiz oyoqqa turib ketsin deb olib chiqdim. U yomon, bu yaxshi, bu unaqa dedi, bu bunaqa dedi. Bu biletni olib bergan, u olib bermagan, bu anaqa qilgan, bu anaqa qilgan. Sizlar qayer dedinglar 4 oy oldin? Hozir chiqib olib, qilib blondinga chiqib gapiryaptigan, rolda o'tirib olib. Siz qayer dedingiz, Digonajon? 4 oy oldin siz qayer dedingiz? Men eshitib olib chiqdim. Siz oldin eshitgan ekansiz. Nimaga oldin gapirib chiqmadingiz 4 oy oldin? Endi chekagingiz ochilib qoldi. Men eshitib olib chiqdim. Siz nimaga eshitib olib chiqmadingiz? PR ishlab olaman deb bu qizni atrofida qarg'alar juda ham ko'payib ketyapti, haddan tashqari. Защищенный tayyor ehson beraman, mana pul bermoqchi edim deyishsa olishmayapti. Nima bo'lyapti? Sizlar nima qilmoqchisizlar? Men tushunmayapman. Itok planinglarda aytinglar, qanaqa proyekt qilmoqchisizlar? Qanaqa jinniketli narsaga bizni qo'shmoqchisizlar? Tushunmayapman. Nimaga qo'shib qo'ymoqchisizlar? Meni tushunmayapman. Pul to'plandimi? Operatsiyaga ketyaptimi? Bo'ldi. U jinniketli gaplarni yig'ishtiringlar. U qilgan, bu qilmagan, bu gap o'rgatgan, bu anaqa qilgan. Nima bo'lgan taqdirda ham men chiqmagamda qo'toqda ham chiqmayotdinglar. Hech qaysininglar og'zinglarni ocha olmayotdinglar. Hammanglar qisib o'tirdinglar, aminglarni bujmaytirib. Hammanglar bilib turib tolqon yurdik qilib yuruvdinglar. Men gapirmasimdan oldin. Так что дальше aminglarni qisinglar. Chiqaraman desam, ikkita vrachda telefonda gaplashayotgan razgovori bor menda, голосовое. Sabrinaga tashab qo'ydim. Maxinatsiyani kim qilayotganini точно bilmoqchi bo'lsanglar, hozir o'sha голосовойni shu yerga qo'yib qo'yaman. Kim maxinatsiya qilyapti bu yerda? Bu yerda Ozodopa emas, Munisa emas, Nihol emas, men emas. U o'zlar tomonidan bo'lyapti cho'ta maxinatsiya. Hech yetib kelmadi shu operatsiyaga. Tayyor doktorlarni gaplashib qo'ygan joyiga. Odatda Mohina yordam berib kelayotgan bo'lsa, operatsiyani 4 oy oldindan beri. Nimaga bu Ozodopalardan pul olib yurdinglar bo'lmasam? $500 pulda $200 kvartira. Mohinani uyda yashab kelyapti ekan. Значит, Mohinaga to'lab yurishgan $200 kvartiraga. Tushun bo'lmayapti sizlarda. Nimaga Mohina 4 oy oldin avariyadan keyin sraz yordam berishni boshlagan bo'lsa, nimaga Ozodopadan pul olib yurdinglar? Kerak emas yordaminglar demadinglar. Olib yurdinglar-ku shu kvartiraga pul. Значит, Mohinaga kvartiraga pul to'lab yurishgan. Shu Mohinilar yordam berar ekan, nimaga menga chiqdinglar? Menga nimaga chiqdinglar? Yordam pulini to'plash kerak. Mana men sizlarga 350 million pul to'plab berdim. Endi cho'za buni anaqa bo'lyapti. Kashamalashib bo'lyapti. Hozir nimaga chiqib olib kekirtagilarni bo'k kirib chiqyapsizlar? Sizlar oldindan bilgan ekansizlar. Nimaga 4 oy oldin chiqmadinglar?
Nima jim o'tirdinglar? Men bilib oq chiqdim. Sizlar 4 oy oldin nimaga chiqmadinglar? Nimaga qilib yurdinglar? Endi ovozingiz chiqib qoldimi, dugonajon? Qisib o'tiring endi. Uje kech baqirganingiz. Biz bu yerga to'planishimizning sababi, gruppa ochishimizning sababi shu qizni davolash. Davolab oyoqqa turgizdirish. Men shunaqa shumiqa ko'tarib 3 kun, 4 kun uxlamadim. Keyin bilsam hammasi ziriy ekan. Mubinaxon telefon qilib Muxirami, Xuyirami ismini esimda ham yo'q. Telefon qilib vrachga, "Iltimos, o'zingizni xoningiz bo'lsa ham bo'shatib bering." Ishonmasanglar, menda shu голосовой bor. "O'zingizni xoningiz bo'lsa ham bo'shatib bering. Bu qizni больницаga yotkazdirishimiz kerak. Oyog'i tortmayapti Turkiyaga ketishga." Pizdets, xalq pul to'plab berdi. Nimaga oyog'i tortmaydi? G'alati emasmi? Meni bu yerda avtoritetim ketyapti. Men xalqqa va'da berganman davolayman deb. Cho'zi figna, cho'zi teatr. Больницаga olib borib yotkazib qo'yishdi, больницада yotdi, больницаdan qochib aeroportga ketdi, u yerda ozdob izlab yuribdi, pul berib qo'yay deb. Teatr bo'lyapti, целый teatr, не пойму. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Mo'xinopamga kelayotgan kommentariyalarni o'qiyapmiz. Birinchidan, o'zinglar miyanglar ishlatsanglar bo'ladi odamlar. U yoqda qattan o'qi Sabrina Mo'xinopamning uyiga borib qolgan. Mo'xinopam indamasdan, xalqqa bildirmasdan oylar davomida u qizga yordam berib ketgan bo'lganlar. Keyin olingan biletlarni pulini ham men to'ladim deyotgan insonlarga biletlarni pulini ham Mo'xinopam to'lagan, kuyib ketdi, dod deb stradat qilayotganlar diqqatiga. Pullarni Mo'xinopam to'laganlar, kuyib ketgan biletni ham Mo'xinopam o'zi olganlar. Birovlarga olib bermagan. Ili Sabrinaga bileti kimdir olib bermadi yo'qdi. Keyin shu kuni uylarida bo'lgan, Sabrina Mo'xinopamning uyida bo'lgan. Mo'xinopam uyida u qiz qo'rqqanidan Mo'xinopamdan umid qilib orqasiga qarodiga bekinib o'tirgan bo'lgan odamlar bilib bilmasa har balo duburmaylar. U qizi puliga hech kim qarab qolmagan. O'zlarining narsalari o'zlariga yetadi. Yetgani uchun ham Mo'xinopamning uyida u qiz o'tiribdi. Nimaga 4 oy davomida, nimaga 4 oydan beri o'sha qizga uy bilan ta'minlab qo'yishmadi? Faqat yozichizni qilishyapti. Nimaga ta'minlab qo'yishmadi? Bitovoy texnika bilan ta'minlash. Nima qiladi u bitovoy texnikani u qiz? Nima qiladi? U qizni oyog'ini ta'minlab beringlar. Oyog'ini sog'lom qizi invalid bilmagan edi. Qattan bilmaysizlar, qanaqasiga bilmaysizlar, bilib turgan. Hamma bo'layotgan jarayonni hamma bilgan o'sha joyda. Nima sababdan endi hamma o'zini bilmaganga olyapti? Hamma oppoq qolganlar yomon bo'lyapti. Nima sababdan tayyorga ayyor bo'lib kelib qoldi? Sizlar tayyorga ayyor bo'lib kelgansizlar, sizlar. Mo'xinopam tayyorga ayyor bo'lib kelmadi. Shuncha vaqtdan beri indamasdan ko'ngil uchun o'sha qiziga yordam berib yurdilar. Bir og'iz gapirmadilar. Bitta odamni internetga chiqarmadilar. Agar publikovat qilib, ochko ishlab, nimadir qilib olish, nimadir imet qilish niyati bo'lganda, davno qilib olgan bo'lardilar. Esinglar tursin. Sizlardan oldin yordam уже boshlangan. Nimaga aynan Jasmin уже qo'yishi boshlagandan keyin sizlar kelyapsizlar. Murojaat bilan Jasmin chiqdi. Xalqqa chiqqanidan keyin nimaga qolgan Mo'xinopamdan tashqari odamlar nimaga keyin svязga chiqyapsizlar? Chunki o'zinglar ko'tinglardan o'zinglar qo'rqdinglar. Поэтому yoptini boshladinglar. Jasminni agitatsiya qilishni boshlayapsizlar, chunki sizlar kelib olib, unga rahmat didiring, bunga rahmat didiring deb Sabrinaga gap o'rgatgan sizlar, biz emas, ili Mo'xinopam emas. Indamasdan yordamni berib kelayotdik. Sizlarni shunaqa yordam berish niyatinglar bo'lganda, publikovat qilmasdan, hech nima demasdan 4 oy oldin yordaminglarni bergan bo'lardinglar. O'sha qizni Tursiyaga davno jo'natgan bo'lardinglar. U qildik, bu qildik deb jamoatga gapirmadan, jamoatga gapirishni hamma biladi. Nima deb gap o'rgatganligicha bor bizda zapislari. Unaqa odam ustiga tuhmat qilmanglar.